Yurtimizning barcha hududlarida bo'lgandek, Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida ham Navro'z umumxalq bayrami katta tantana bilan nishonlandi. Qadriyatlaring boqiy bo'lsin, Navro'z shiori ostida tashkil etilgan bayram shodiyonalarida tuman hokimi Rustam Shamuratov, bir qator tashkilot va organ xodimlari, mehnat faxriylari hamda tuman ahli ishtirok etdilar. Bayram dastlab tumandagi hunarmandchilik va qo'l mehnati namunalarini ko'zdan kechirish bilan boshlandi. Bu ko'rgazma ishtirokchilarga mahalliy san'at va madaniyatning go'zalligini, xalqimizning cheksiz iste'dodini namoyon etdi. Tadbir davomida milliy marosimlar va urf-odatlar ham keng o'rin egalladi. Yurtimizning qadriyatlarini va an'analarini hurmat qilish maqsadida bayramda kelin saloma marosimi o'tkazildi. Ushbu marosim Navro'z bayramining asl mohiyatini, jamiyatdagi bir-biriga hurmat va mehrni yanada kuchaytirishga xizmat qilgan muhim lahzadir. Qadriyatlarning boqiy bo'lsin Navro'z bosh g'oyasi asosida barcha ovul va mahallalarda keng ko'lamda nishonlanmoqda. Navro'z barcha millat vakillari uchun, xalqimiz uchun eng suyukli bayramimizdir. Ushbu ulug' faslning insonni e'zozlash, ona zamin va tabiatni asrab-avaylash kabi tamoyillari bugungi kunda hayotimizda yanada yorqin namoyon bo'lmoqda. Shundan so'ng bolajonlar tomonidan ijro etilgan milliy raqslar barchaga bayramona kayfiyat ulashdi. Ularning chiroyli chiqishlari bazmga yanada rang-baranglik va jozibadorlik qo'shdi. Bayramning navbatdagi qismi tuman madaniyat saroyi oldida bolajonlar ishtirokida namoyish qilinayotgan konsert dasturi bilan davom etdi. Bu dasturda milliy musiqalar va qo'shiqlar tomoshabinlarga hayajonli va qo'noq daqiqalarni taqdim etdi. Mana bugun tumanimizda Navro'z sayli bo'lib o'tmoqda va bunda barcha yosh-u qari birdek faol ishtirok etmoqda. Barchangizni Navro'z bayrami bilan tabriklagan holda o'z nutqimni she'r bilan yakunlamoqchiman. Kunlar isiy boshladi, o'rik guli roz aytar. Tabiatda jonlanish, qaldirg'ochlar ham qaytar. Doshqozonda sumalak, aytamiz ko'p-ko'p tilak. Navro'z bahorning qizi, Muniz qalbim yulduzi. Bayram davomida milliy urf-odatlarimiz va an'analarimizdan biri bo'lgan milliy o'yinlar ham o'z o'rnini topdi. Sayil davomida tosh ko'tarish, arqon tortish, kurash va qo'chqorbozlik musobaqalari o'tkazildi. Ushbu musobaqalar qatnashchilarga o'z mahoratlarini ko'rsatish va bir-birlariga hurmat bilan qarash imkoniyatini berdi. Musobaqa g'oliblari faxriy yorliq va esdalik sovg'alar bilan taqdirlandilar. Shundan so'ng tuman hokimligi binosi oldida aholi uchun katta gala-konsert tashkil etildi. Unda To'rtko'l tuman madaniyat bo'limi xodimlari tomonidan turli chiqishlar namoyish etildi va bu yig'ilganlarni yuqori kayfiyat tomon chorladi. To'rtko'l ahli Navro'z bayramini milliy urf-odatlar bilan yuqori kayfiyatda nishonlashdi. Bu bayramning har bir lahzasi xalqning birlik, totuvlik va qadriyatlarimizga bo'lgan sadoqatini yana bir bor tasdiqladi.